Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Italyan tilini o'rganishga oid darsliklarimizni davom ettiramiz. Demak, o'tgan darsimizda essere fe'li to'g'risida tushunchalarni berib o'tgan edik. Ya'ni essere fe'li xuddiki ingliz tilida to be fe'li kabi italyan tilida ham essere fe'li mavjud. Va essere fe'lini demak kishilik olmoshlari bilan tuslanishini ko'rib chiqamiz. Gapda kelishini. Keling bo'lmasam darsimizni boshlasak. Demak, birinchi gapimizda sono la signora Donati, ya'ni men Donati xonimman deyilyapti. Xuddiki ingliz tilida I am Miss Donati deganga o'xshagan holat. Ikkinchi gapimizda demak sei studente, san talabamisan deyilyapti. Ya'ni sei bu yerda essere fe'liga misol bo'la oladi. Ya'ni sen talabamisan deyilyapti. Uchinchi gapimizda John americano, John amerikalik. To'rtinchi gapimizda siamo italiani, bizlar italiyalikmiz degani. Siete contenti, keyingi gapimizda sen mamnunmisan deyilyapti yoki siz mamnunmisiz, ya'ni deyilyapti. Carlo come stai? Carlo qalaysan? Ahvollaring yaxshimi degan ma'noda. Yettinchi gapimizda sto bene, juda yaxshi, grazie, rahmat. 8-chi gapimizda demak essere fe'lini inkor shaklini yasalishi to'g'risida, masalan non sto bene, ya'ni men yaxshi emasman deyilyapti. Masalan sono studente, men talabaman. 10-chi gapimizda non sono studente, ya'ni men talaba emasman. Ya'ni essere fe'lini inkor shakliga misol bo'la oladi. Oxirgi gapimizda John non americano, John amerikalik emas deyiladi. Hozircha bizda shular edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.